Пиво и чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны. На востоке, на востоке, что за жизнь без чайханы, что за жизнь без чайханы. Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. И тесно, чайхана, ты чудо-рай, чтобы песня стала песней. Mana biz mana shu ustoz sanatoriyasiga kelganimizga ham bir 5 kun bo'ldi. Ta'sirlari juda ham yaxshi, davolarini, ishchilari, hamshiralar, vrachlar hammasi xushmuomala, yaxshi, mehribon, ovqatlari ham yaxshi, bari ularga boy, nima deydi, vitaminlarga boy, yaxshi. Mana shu 5 kunda ichida ancha yaxshi ularimiz shifo topdik-da. Mana shu sanatoriyani tashkil qilgan ma'muriyat rahbarlariga katta rahmat deyman, vrachlariga, hammasiga salomat bo'lsin. Ustoz sanatoriyasi eng zo'r sanatoriya. Qashqadaryoda men gapiraymi? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli hojibolar, yosh kattalar. Mana biz 10 kun bo'ldi, mana bugun 10-kun xudo xolasa ustoz sanatoriyasida dam olyapmiz, davolanyapmiz. Xudoga shukr, lecheniyalar juda ham yaxshi. Masalan, men uchun juda ham foydali bo'ldi. Men yaxshi foyda qildim, sog'lom bo'ldim. Lecheniyasi ham, ovqatlari ham yaxshi, mana xudoga shukr, minqalga shukr. 10 kundan beri ham ayrimlar qochib ketadi, 5 kunda qochib ketadi masalan. Lekin 10 kundan beri turibmiz. Hamma lecheniyani oldim, sog'lom bo'ldim. Yana kelaman nasib bo'lsa. Ustoz sanatoriyasi haqiqatan ham zo'r sanatoriya. Kelinglar, dam olinglar, nasib bo'lsa zo'r bo'ladi. Ustoz sanatoriyasi